Assalomu alaykum. Video darslarimiz davom etadi. Navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Navbatdagi video darsimiz 10-sinf algebra darsligidan bo'lib o'tadi. 10-sinf algebra darsligining ehtimollar nazariyasi va hodisalar haqida tushuncha bobini demak hozir siz bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Bu yerda kichikroq qilib, ya'ni ozginagina tushuncha berilgan va bu yerda faqatgina qisqa yozilgan. Aslida ehtimollar nazariyasi matematik fan bo'lib hisoblanadi. Ya'ni ehtimollar nazariyasi bu kichkinagina, ya'ni 10-sinf darsligining 5 yoki 6 sahifasiga sig'adigan bir bo'lim emas. Ya'ni bu bo'limda ehtimollar nazariyasi bo'limida demak katta 400-500 sahifalik kitoblar, anchagina kitoblar yozilgan. Bularni agar kimlardir ehtimollar nazariyasini mukammal darajada o'rganaman yana deydigan bo'lsa, bularni yana qaytadan o'qib chiqsa bo'ladi. Bu yerda ko'proq ma'lumotlar bor, Poisson formulalari bor, demak integrallar bor. Barchasini demak siz u yerda o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Ehtimollar nazariyasini kichikroq maktab darsiga, ya'ni elementar matematikaga taalluqli bo'lgan qismini esa bemalol mana shu 10-sinf darsligidan ko'rib olsanglar bo'ladi. Ehtimollar nazariyasini demak bobini boshladik. Ehtimollar nazariyasiga bir tushuncha beraylik birinchi navbatda. Birinchi navbatda ehtimollar nazariyasiga tushuncha. Ehtimollar nazariyasi matematik fan bo'lib, hozirgi zamon matematikasining asosiy tarmoqlaridan biridir. Ehtimollar nazariyasi predmeti tasodifiy hodisalar bilan boshqariladigan qonuniyatlarni o'rganishdan iborat. Uning asosiy tushunchalari tajriba va hodisa hisoblanadi. Tajriba deyilganda aniq shartlar majmuini amalga oshirish tushuniladi. Tajriba natijasi hodisa deyiladi. Demak, shu yerda to'xtaymiz. Demak, biz hozir mana shu joydan shu joygacha demak o'qidik, bildik, tushundik. Endi nima ekan? Ehtimollar nazariyasini demak predmeti tasodifiy hodisalar ekan. Tasodifiy hodisalarni qanday vujudga keltiramiz? Demak, tajriba o'tkazamiz. Tajribaning natijasi hodisa bo'ladi. Demak, biron bir tajriba o'tkazdik, deylik, tangani tashladik. Tanga tashlangan holatida bizni o'sha O'zbekistonni tangasini tashlagan vaqtingizda yoki gerb tomon tushadi, yoki raqam tomon tushadi. 500 so'm deb yozilgan masalani narigi tomonda esa gerb bo'ladi. Tangani tashladingiz, gerb yoki raqam tushadi. Gerb tushsa, bu tajriba natija chiqyapti. Ya'ni tajribaning natijasi nima ekan? Gerb ekan. Bu gerb chiqqan natijamiz nima bo'lar ekan? Hodisa bo'lar ekan. Gerb chiqdi, bu chiqqan gerbimiz nima bo'lyapti? Hodisa. Ya'ni tajribaning natijasi hodisa. Gerb chiqishi bu bir hodisa. Demak, tanga 2 marotaba tashlandi. Bularda hech bo'lmaganda bir marta gerb tushish hodisasining ehtimolligini toping kabi misollarni biz mukammal darajada tushunishimiz uchun hodisa nima ekanligini tushunishimiz kerak. Hodisa deganimiz biron bir katta harflar bilan belgilanib, e'tibor qilinglar. Hodisani biron bir katta harf bilan belgilab olasizlar. Bu A hodisa deyiladi. Masalan, katta harfda A ni belgiladim. A hodisa demak nima chiqsin? Gerb tomon tushish. Ya'ni bizni o'tkazayotgan tajribamizning natijasi gerb tomon tushsin. Bu demak hodisa. Tushuntira oldimmi? Demak, hodisaga, ya'ni tajribaning natijasi hodisa bo'lishiga ozmoz tushungan bo'lsak, keyingi ma'lumotlarga o'tamiz. Hodisalar 3 xil, ya'ni mumkin bo'lmagan, hech qachon bajarilmaydigan, ya'ni biron bir hodisani aytaylik. Masalan, tangani tashladik. Tangani tashlagan vaqtimda, e'tibor qiling, tangada ikkita holat bo'lishi mumkin. Gerb yoki raqam. Tangani tashladim. Tanga demak, tashlagan vaqtimizda yerga tushmasdan osmonga uchib chiqish ketishi mumkin bo'lmagan hodisa. Ya'ni yerni tortish kuchi bor. Har doim tangani tashladingizmi, u yerga tushadi. Yerga tushadi, sinfda bo'lsangiz polga tushadi va hokazo. Ya'ni har doim u pastga tushadi. Yuqoriga uchib chiqib ketmaydi. Yoki tangani tashlagan vaqtingizda olma tushishi ehtimoli. Ya'ni tangani tashlayapsiz. Gerb yoki raqam tushishi kerak. Sizda nima tushyapti? Olma tushyapti. Yoki mandarin tushyapti. Bu mumkin emas hodisa. Demak, biz biron bir hodisani aytyapmizki, ya'ni hodisalar fazosini olyapmizki, bu yerda tanga yoki raqam, tangani demak, tanga hodisasini oladigan bo'lsak,
tajriba sifatida tanganda tajriba o'tkazadigan bo'lsak, u yerda ikkita hodisa bo'lishi mumkin. Tashlagan vaqtimizda bittasi gerb bo'ladi, ikkinchisi raqam bo'ladi. Ikkita hodisa. Ya'ni ikkita hodisa deganimiz nima? Tangani tashlagan vaqtimizda natija ikki xil bo'ladi. Birinchisi gerb bo'ladi, ikkinchisi raqam yoki o'rin almashgan. Mana shunday holatda bo'ladi. Endi ikkita holat bo'ladigan bo'lsa, ikkita hodisa bo'ladigan bo'lsa, ikkita natija bo'ladigan bo'lsa, biz uchinchi bir natijani oladigan bo'lsak, ya'ni tangani tashladik, gerb yoki raqamdan tashqari olma tushsin deydigan bo'lsak, tangani tashlayapmiz-u, men aytaman, hozir olma tushadi. Meni aytgan o'sha hodisamning tushish ehtimoli, chiqish ehtimoli nimaga teng? 0 ga teng. Bu demak, mumkin bo'lmagan, hech qachon bajarilmaydigan narsa bo'lar ekan. Birinchi hodisamiz o'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Ikkinchi hodisa, muqarrar hodisa, har doim bajariladi. Hop, bunga misol keltiramiz. Masalan, demak, bir qop bor, xaltacha bor. O'sha xaltachaning ichida barchasi oq. 10 ta oq shar bor. Tasodifiy ravishda men qo'limni tiqdimda, olgan sharim oq rangli chiqishi ehtimolligini topishim kerak. E'tibor beringlar. Tasodifiy ravishda men qo'limni tiqyapman, o'sha xaltachaga 10 ta oq shar bo'ladigan bo'lsa, bitta sharni olgan vaqtimda o'sha sharning oq bo'lishi hodisasi. Bu muqarrar hodisa. Chunki 10 tasi ham oq bo'lgandan keyin ixtiyoriy bittasini olsangiz, albatta oq chiqadi. Bu demak muqarrar hodisa bo'lar ekan. Va uchinchisi, eng asosiysi tasodifiy hodisa. Nima uchun men eng asosiysi deyapman? Chunki bizni kuzatadigan, bizni ko'radigan, bizni ishlaydigan va bundan keyingi gaplashadigan barcha hodisalarimiz tasodifiy hodisalar bo'ladi. Chunki mumkin bo'lmagan hodisa bizga qiziq emas. Ya'ni sizga savol beryapti. Deylik, o'sha xaltachada oq sharlar, 10 ta oq shar bor, boyagidek. Tasodifiy olgan sharingiz qora rangli chiqishi ehtimolligini toping. Bu demak nimaga teng? 0 ga teng. Yoki pastda bitta misolni ko'rib qoldim. Daftar so'zida ixtiyoriy demak harfini olgan vaqtingizda u harfi chiqish ehtimolligini toping. 0 ga teng. Daftar so'zida, ya'ni daftar so'zini yozyapsiz, ularning ichida daftar 6 ta harf bor, 2 ta a, keyin d, f, deb keyin esa t bilan r bor. Bu yerda demak 6 ta harfni birontasi u emas. Daftar so'zidagi harflardan foydalan, u harfini chiqish ehtimolligini toping desa 0 ga teng bo'ladi. Bu hodisa demak mumkin bo'lmagan hodisa bo'lar ekan. Tushuntira oldimmi? Demak, bizga mumkin bo'lmagan hodisa va muqarrar hodisa u darajada qiziq emas. Chunki uning natijasi mumkin bo'lmagan hodisa 0 ga teng, mumkin emas. Muqarrar hodisaning natijasi 1 ga teng. Xuddiki o'sha informatikadagi rost yolg'onga o'xshaydi bu ham. Mumkin bo'lmagani demak yolg'on, mumkin bo'lgani, ya'ni muqarrar hodisa rost sifatida demak 1 va 0 lar bilan eglanyapti. Endi e'tibor qiladigan bo'lsak, bu tomonda tasodifiy hodisaga keldik. Bajarilish ham mumkin, bajarilmasligi ham mumkin bo'lgan hodisa bu demak tasodifiy hodisa bo'lar ekan. Eng asosiysi tasodifiy hodisa ehtimolliklarni hisoblashni o'rganishdir. Ya'ni eng asosiy bizni qiladigan ishimiz tasodifiy hodisa ehtimolliklarini o'rganish. Mana shularni hisoblash. Yuqoridagi bizga o'sha mumkin bo'lmagan hodisa bilan muqarrar hodisa bizga qiziq emas. Bizga qizig'i tasodifiysi. Demak, tabiat va jamiyat qonunlarida uchraydigan har qanday hodisalar demak tasodifiyatga bog'liqdir. Masalan, ulardan ayrimlarni oldindan aytish mumkin, ayrimlarni esa taqribiy bashorat qilinadi. Ob-havo, narx-navo, hosilning mo'l bo'lishi va bo'lmasligi, hokazolarni oldindan aniq aytish qiyin. Havo bulutlashdi, yomg'ir yog'adi deydigan bo'lsak, havo bulut yo'q bo'ladigan bo'lsa, bir soatdan keyin yomg'ir yog'adi yoki yog'maydi deydigan bo'lsak, balkim yog'ar. Biz unday qilib aniq qilib u narsani ayta olmaymiz. Mumkin, faraz deyishimiz mumkin. Ya'ni ob-havo ham ba'zi bir joylarda shunday bo'lishi mumkin. Ya'ni kuzatilmoqda, kutilmoqda deb ob-havo ham nima qiladi? Sizga ehtimollikni o'lchab beradi. Mana shunday bo'lishi kutilmoqda. Mana shunday bo'lishi mumkin. Ehtiyot choralarini ko'ring, sel kelishi mumkin. Ehtiyot choralarini ko'ring, yomg'ir yog'ishi mumkin.
ehtiyot choralarini ko'ring. Demak, o'sha nima bo'lishi mumkin? Demak, anomal sovuq kelishi mumkin. Mana shu oralikda anomal sovuq kelishi kutilmoqda deydi. Ya'ni sizga aniq shunday bo'ladi. Mana bunday bo'ladi deb ayta olmaydi. Mumkin, kutilmoqda bo'ladi. Ehtimollar nazariyasi ma'lum bir kompleks shartlar bajarilgandagina ko'p marta takrorlanadigan ommaviy tasodifiy hodisaning demak asosiy xossasi esa ehtimollik deb ataluvchi kattalik bilan ifodalanadi. Ehtimollar nazariyasi, yana bir bor tushuntiraman. Ehtimollar nazariyasi bir kompleks shartlar bajarilganda ko'p marta takrorlanadigan ommaviy tasodifiy hodisaning asosiy xossasi esa ehtimollik deb ataluvchi kattalik bilan ifodalanadi. Ehtimollar nazariyasi 17-asr o'rtalarida qimor o'yinlarida kuzatilayotgan hodisaning ba'zi bir qonuniyatlarini o'rganishda Paskal, Ferma, Bernoulli kabi olimlar jiddiy e'tibor berib, jarayonlarni o'rganganlar va natijada bo'lgusi ehtimollar nazariyasi deb ataluvchi fanning vujudga kelishiga, ya'ni yaratilishiga ulkan hissa qo'shilgan. Ehtimollar nazariyasi turli tarmoqlarda, jumladan iqtisodiyotda, biologik, tibbiyot, qishloq xo'jaligi, texnika va boshqa sohalarda keng ko'lamda demak qo'llaniladi. Har qanday hodisani kuzatish yoki tajriba tariqasida o'rganish ma'lum sinovlarni o'tkazish orqali amalga oshiriladi. Demak, biz ehtimollar nazariyasiga kirishga qildik. Hodisa nima ekanligiga ozmoz tushuncha berdik. Yuqorida, ya'ni hodisani ozmoz tushunchasini berdik. Pastda alohida yana kichik mavzucha qilib ham berilgan. Demak, biz ehtimollar nima ekanligini, ya'ni ehtimollar nazariyasi nima ekanligini, qachon kirib kelganligini, kimlar tomonidan, Paskal, Ferma, Bernoulli, bularni barchasini bildik. Endi esa keyingi ma'lumotlarga o'tamiz. Ehtimollar nazariyasi qachon, qayerlarda kerak ekanligini ham yuqorida bir qancha misollarda ko'rdik. Tabiatda kerak bo'ladi, ya'ni tabiat hodisalarini oldindan imkon qadar bashorat qilish uchun. Endi bashorat qilganda ham mumkin degan. Ya'ni aynan shunday bo'ladi degani emas, mumkin. Shunday bo'lishi mumkin, kelishi mumkin, demak, kelishi kutilmoqda kabi so'zlar bilan ishlatilsa, ayni muddao bo'ladi. Demak, hodisalar haqida tushuncha. Ta'rif: tajriba sinovlarining har qanday natijasi yoki oqibati deb ham nima qilsangiz bo'ladi. Har qanday natijasiga demak nima deymiz? Hodisa deyiladi. Hodisalarni lotin alifbosining bosh harfi bilan belgilanadi. A hodisa, B hodisa, S hodisa va hokazo kabi belgilanadi. Odatiy turmushda, amaliy faoliyatda hamda ilmiy tekshirishlarda natijalarni to'la ishonch bilan oldindan aytish mumkin bo'lmagan tajribalar va sinovlarda demak sinovlar tez-tez uchrab turadi. Masalan, tangani tashlaganda u yoki bu tomonning tushishi to'la ishonch bilan aytish mumkin emas. Nishonga o'q uzganda tegishi yoki tegmasligi aniq emas. Demak, shoshqol tosh, kubik ya'ni tashlandi. Bunda 6 ochkoning tushishi oldindan ma'lum emas. Biror nomerli lotereya biletiga yutuq chiqishi ham oldindan aytib bo'lmaydi. Ta'rif: tajriba natijasida albatta ro'y beradigan hodisa muqarrar hodisa deyiladi. Va u odatda omega harfi bilan belgilanadi. Masalan, o'yin soqqasi tashlanganda 1 dan 6 gacha bo'lgan butun sonlarni tushishi. Bu muqarrar hodisa. O'yin soqqasini tashladingiz, ya'ni zarik deb ataymiz biz uni. Zarikni tashladik. Zarik tashlagan vaqtingizda zarikni har bitta tomoni 1 dan 6 gacha raqamlangan, nomerlangan. Zarikni tashlagan vaqtingizda u demak uchi tushib qolmaydi. Tasavvur qilinglar, zarikni tashladinglar, uchi tushib qoldi. Bunday holat bo'lmaydi, uchi tushib qolishi mana bunday holat. Mana bunday holatda bo'lmaydi. Mana zarik tashlagan vaqtingizda. Zarikni tashladingizmi? Demak, u mana bunday ko'rinishda tushadi. Mana shunday ko'rinishda tushadi va yuqorisidagi yozilgani demak qanaqadir bir 4 bo'lishi mumkin. Mana 4 ta nuqta bo'lsa, demak 4 tushdi. 4 ochko tushadi. Yoki yuqorisida 5 ochko tushishi mumkin. Yoki 6 tushishi mumkin. Yoki 1 tushishi mumkin. Xullas 1 dan 6 gacha bo'lgan butun sonlardan birontasi tushadi. Bu demak muqarrar hodisa bo'lar ekan.
birdan 6gacha, ya'ni masalan o'yin soqqasini tashlaganda birdan 6gacha bo'lgan butun sonlarning tushishi bu muqarrar hodisa bo'lar ekan. Endi demak, ehtimollik nazariyasi 6-bobimiz davom etadi. Tavakkalga tanlangan so'zda 45 dan ortiq bo'lmagan harfning bo'lishi. Kun, demak, kun ketidan tun kelishi va hokazolar muqarrar hodisadir. Ya'ni tavakkalga tanlagan so'zingiz 35 dan ortiq bo'lmagan harfning bo'lishi. Bu nima degani? Bu degani sizda alfabetingizda nechta harf bo'ladigan bo'lsa, tavakkalga tanlagan so'zingizda demak 45 dan ortiq bo'lmagan harf bo'ladi. Ya'ni bu yerda turli harflarni nazarda tutyapti. 45 tadan ortiq bo'lmagan turli harflar bo'lishi. Kun ketidan tun kelishi. Tundan keyin kun keladi. Ya'ni tundan keyin tun kelmaydi, tundan keyin kun keladi. Kundan keyin tun keladi. Ya'ni ikkalasi o'zaro almashadi. Bu ham demak muqarrar hodisa. Ta'rif: tajriba natijasida hech qachon ro'y bermaydigan hodisaga esa mumkin bo'lmagan hodisa deyiladi va odatda bo'sh to'plam belgisi bilan belgilanadi. Biz bilamizki, bo'sh to'plam har doim har joyda hozir va nozir, mumkin bo'lmagan holatlarda hozir va nozir, xullas bo'sh to'plam belgisi bilan belgilanadi. Masalan, bitta lotereyada ikkita yutuq chiqishi, kosmik kemaning quyoshga borib yonib, demak, quyoshga qo'nib qaytib kelishi. Endi kosmik kema quyoshga boradigan bo'lsa, albatta yonib ketadi. U yerga qo'nib va yana qaytadan orqasiga qaytishi mumkin emas. Mumkin bo'lmagan hodisa. Samolyotning 20 kilometr balandlikda uchishi va hokazolar mumkin bo'lmagan hodisalardir. Demak, samolyot 20 kilometr balandlikda uchmaydi, undan pastroqda uchadi. O'shaning uchun bu ham mumkin bo'lmagan hodisalar. Ta'rif: tajriba natijasida hodisaning ro'y berishi ham, ro'y bermasligi ham mumkin bo'lgan hodisaga tasodifiy hodisa deyiladi. Masalan, tanga tashlanganda gerbli tomonning tushishi, o'q uzilganda nishonga tegishi, lotereyaga, demak, lotereya biletiga yutuq chiqishi, shoshqol toshi, ya'ni kubik yoki zarik desangiz ham bo'ladi, tashlanganda 6 ochkoning tushishi va hokazolar tasodifiy hodisalarga misol bo'ladi. Ta'rif: agar bir hodisaning ro'y berishi boshqa bir hodisani keltirib chiqarmasa yoki boshqa hodisaning ro'y berishi, demak, ro'y berishini yo'qqa chiqarsa, bunday hodisalar birgalikda emas, birgalikda bo'lmagan deyiladi. Bunga har gal bitta hodisa sodir bo'ladi. Demak, diqqat bilan tushunib olaylik. Agar bir hodisaning ro'y berishi boshqa bir hodisani keltirib chiqarmasa, ya'ni bu nima degani? Bu degani, zarik tashlanyapti. Zarik tashlangan vaqtida A hodisa sifatida juft raqam tushishi, B hodisa sifatida 2 raqam tushishi. Demak, A hodisa ro'y beradigan bo'lsa, B hodisa albatta ro'y beradi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni juft raqam tushdimi, u albatta demak, uzr, mana bu yerda almashtirib yuborgan ekanman. B hodisa ro'y bersa, A hodisa albatta ro'y bergan bo'ladi. Chunki 2 raqam tushdimi, demak u juft raqam. Lekin A hodisaning ro'y berishi B hodisani keltirib chiqarmaydi. Ya'ni A hodisani ro'y bergan holatida 2 ham tushishi mumkin, 4 ham tushishi mumkin, 6 ham tushishi mumkin. Endi bu tasodifiy bo'lyapti. B hodisa ro'y berishi uchun faqatgina 2 tushishi kerak bo'ladi. A hodisadan B hodisa birdaniga A hodisa bajarilsa, demak B hodisa bajariladi degan demak joyi yo'q, lekin B hodisa bajarilsa, A hodisa bu yerda nima qilyapti? Bajarilyapti. Ya'ni B hodisa aytyapti 2 raqam tushishi hodisasi. Agar B hodisa amalga oshsa, A hodisa amalga oshgan bo'ladi. Chunki A hodisamiz juft raqam tushishi ehtimolligi edi. Demak, mana shunday shartlar yordamida bular bir-biridan farqlanadi. Ya'ni agar bir hodisaning ro'y berishi boshqa bir hodisani keltirib chiqarmasa yoki boshqa hodisani ro'y berishini yo'qqa chiqarsa, bunday hodisalar birgalikda emas, birgalikda bo'lmagan deyiladi. Bunga har gal bitta hodisa sodir bo'ladi. Demak, bunda har gal bitta hodisa sodir bo'ladi. Mana shu qoidani, mana shu ta'rifni o'rgana oldikmi, tushundikmi?
yuqoridagi bergan misolimga tushunmagan bo'lsangiz, bu endi birgalikda bo'lgan hodisaga misol bo'lib qoldi. Yuqoridagi berganim, ya'ni birgalikda bo'lgan. B hodisa ro'y bersa, A hodisa ro'y beradi deganimiz bu birgalikda bo'lib qoldi. Keling, birgalikda bo'lmaganini tasavvur qilaylik. A hodisa demak toq raqamlar bo'lsin. 1, 3, 5. A hodisa sifatida toq raqamlarni oladigan bo'lsak, ya'ni kubikni tashladik, toq raqam tushishi ehtimolligi 1, 3, 5 dan bittasi tushdi deylik. A hodisa ro'y bersa, B hodisa ro'y bermaydi. B hodisamiz juft tarafi tushishi yoki deylik 2 tushishi deylik B hodisamiz. A hodisa ro'y bersa, B hodisa ro'y bermaydi. A hodisa ro'y bersa, B hodisa ham ro'y bermaydi, bu birinchidan. A hodisa ro'y bersa, B hodisa mutlaqo ro'y bermaydi. Ya'ni zarikni tashladik, tushgan zarikimizni raqami 1 bo'ladigan bo'lsa, A hodisa ro'y bergan bo'ladi va bu 1 hech qachon juft raqam emas, juft son emas. Demak, bu yerda nima bo'lyapti? B hodisa ro'y bermayapti. O'ylaymanki, endi tushunarli bo'ldi. Birinchi misolimiz, detallar solingan qutidan tavakkaliga bitta detal olindi. Bunda sifatli detal chiqishi, sifatsiz detal chiqishini yo'qqa chiqaradi yoki aksincha. Sifatli detal chiqdi va sifatsiz detal chiqdi hodisalari birgalikda emas. Ikkinchi misol, tanga tashlanganda gerbli tomon tushishi raqamli tomon tushishini yo'qqa chiqaradi. Gerbli tomon tushdi va raqamli tomon tushdi hodisalari birgalikda emas. Ta'rif: agar bir hodisaning ro'y berishi boshqa bir hodisani keltirib chiqarsa, boyagi yuqorida demak tushuntirganim, yuqoridagi misolimiz bunga misol bo'la oladi. Bunday hodisalar birgalikda bo'lgan hodisalar deyiladi. Masalan, quyosh chiqdi va kun sovuq. Bu hodisa birgalikda bo'lishi mumkin bo'lgan hodisa. Demak, ta'rif tarjibaning, demak, bu yerda quyosh chiqdi va kun sovuq deyapti. Quyosh chiqdi va kun sovuq. Bu hodisalar birgalikda bo'lishi mumkin bo'lgan, demak, birgalikda hodisa demayapti, birgalikda bo'lishi mumkin. Quyosh ham chiqishi mumkin, sovuq ham bo'lishi mumkin. Birgalikda bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalar. Yuqorida aytgan yana bitta hodisam bor edi, u ham birgalikda bo'lgan hodisa. Keyingi ta'rifga o'tamiz. Ta'rifimiz tajribaning har bir natijasini ifodalovchi hodisa elementar hodisa deyiladi. Demak, har qanday hodisa, har bir tajribani chiqqan natijasi bu elementar hodisa bo'lar ekan. Har bir tajribani natijasi. Keyingi ta'rifimiz elementar hodisalarga ajratish mumkin bo'lgan hodisa murakkab hodisa deyiladi. Keyingi ta'rifimiz agar demak, bir necha hodisalardan istalgan birini tajriba natijasida ro'y berishi boshqalarga qaraganda kattaroq imkoniyatga ega deyishga asos bo'lmasa, bunday hodisalar teng imkoniyatli hodisalar deyiladi. Agar bir nechta hodisalar istalgan birini tajriba natijasida ro'y berishi boshqalarga qaraganda kattaroq imkoniyatga ega deyishga asos bo'lmasa, buni demak biz boshqa hodisani chiqishidan katta deya olmasak, bunday hodisalar teng imkoniyatli hodisalar deyiladi. Masalan, bunga misol keltirilgan ekan pastda. Masalan, tanga tashlanganda gerbli yoki raqamli tomon tushishi yoki shoshqol toshi tashlanganda 1 ochkoning tushishi, 2 ochkoning tushishi va hokazo 6 ochkoning tushishi yoki shoshqol toshi tashlanganda juft raqam tushishi yoki toq raqam tushishi, bularning barchasi teng imkoniyatli hodisalar bo'ladi. Keyingi ta'rifimiz A hodisaga qarama-qarshi hodisa deb A hodisaning ro'y bermasligidan iborat bo'lgan A chiziqcha hodisaga aytiladi. A va A chiziqcha hodisalar birgalikda bo'lmasligi o'z-o'zidan ravshan. A ro'y bermasa, demak A chiziqcha hodisa ro'y beradi. Demak, bog'liq va bog'liqmas hodisalar haqida tushuncha. Ehtimollarni ko'paytirish qoidalarini bog'liq va bog'liqmas hodisalar uchun alohida keltiramiz. Ta'rif: agar ikkita hodisadan birining ro'y berish imkoniyati ikkinchi hodisaning ro'y berish yoki ro'y bermasligiga bog'liq bo'lmasa, bu hodisalar irqli hodisalar deyiladi. Uchinchi misol: tanga 2 marta tashlanganda birinchi tashlashda gerbli tomon tushishi A hodisa,
ehtimolligi ikkinchi tashlanganda gerbli tomon tushishi yoki tushmasligi, demak tushmasligiga B hodisa bog'liq emas. E'tibor qilinglar. Tanga 2 marta tashlanganda birinchi tashlashda gerbli tomon tushishi, demak birinchi tashladik, tanga 2 marta tashlanyapti. Birinchi marta tashladik, gerbli tomon tushdi. Ikkinchi marta shu tangani tashlagan vaqtimda gerbli tomon tushishi yoki gerbli tomon tushmasligi B hodisa, ya'ni A hodisaga bog'liq emas. Chunki birinchi hodisa tugallanib bo'ldi. Ya'ni birinchi marta tashlagan vaqtimda gerbli tomon tushdi. Tangani qaytadan qo'limga oldim va ikkinchi marta tashladim. Ikkinchi marta tashlagan vaqtimda gerbli tomon tushadimi, gerbli tomon tushmaydimi? Birinchi hodisaga bu bog'liq emas. Tushunarli? O'z navbatida ikkinchi tarjibada gerbli tomon tushishi ehtimolligi birinchi tarjiba natijasiga bog'liq emas. Shunday qilib A va B hodisalar irqli ekan. Ya'ni bir-biriga bog'liq bo'lmagan hodisalar irqli deyiladi. Ta'rif: bir nechta hodisaning ixtiyoriy ikkitasi bog'liq bo'lmasa, ularga juft-juft irqli deyiladi. Bir nechta hodisalar ixtiyoriy ikkitasi bog'liq bo'lmasa, ularga jufti-jufti bilan irqli deyilar ekan. Birinchi bilan ikkinchi hodisa jufti-jufti bilan irqli ravishda, ikkinchi bilan uchinchi, uchinchi bilan to'rtinchi va hokazo. To'rtinchi misol: tanga 3 marta tashlanganda A, B, C mos ravishda birinchi, ikkinchi va uchinchi tarjibalar, demak tarjibalarda gerbli tomon tushish hodisasi bo'lsin. Ravshanki ko'rilayotgan hodisalardan har ikkitasi, ya'ni A va B, A va C, B va C bog'liq emas. Shunday qilib demak A, B va C juft bilan irqli bo'lar ekan bu misol, bu ta'rifimizda. To'rtinchi misolimizda, demak keyingi ta'rifimiz: agar ikki hodisadan birining ro'y berish ehtimolligi ikkinchi hodisaning ro'y berish yoki ro'y bermasligiga bog'liq bo'lsa, bu hodisalar bog'liq deyiladi. 5-misol: qutida 100 ta detal bor. Shulardan 90 tasi standart, 10 tasi nostandart. Tavakkaliga bitta detal olinib, qaytarib qo'yilmaydi. Agar birinchi olishda standart detal A hodisa olingan bo'lsa, u holda ikkinchi urinishda ham standart detal chiqishi, ya'ni B hodisa ehtimolligi, demak PB, e'tibor qilinglar, 89 taqsim 99 ga teng. Nima uchun bunaqa bo'lyapti? Birinchi olganimiz bilan ikkinchi olganimiz qanday bog'liq bo'lyapti degan bir savol bo'lishi mumkin. E'tibor qilinglar, 100 ta detal bor. Demak, uning 90 tasi 80 bo'lib ketdi. Demak, 100 ta detal bor. Uning 90 tasi standart, 10 tasi nostandart. Demak, A hodisa sifatida bitta detalni oldim. A hodisa sifatida bitta detalni oladigan bo'lsam, mana e'tibor qilinglar. Birinchi hodisamiz, demak, birinchi marta, ya'ni tavakkalga bitta detal olinib, qaytarib qo'yilmaydi deyapti. Tavakkalga bitta detal olinib, qaytarib qo'yilmaydi. Agar birinchi olishda standart detal, ya'ni A hodisa sifatida biz standart detalni olgan bo'lsak, A hodisa sifatida standart detalni olib bo'lgan bo'lsam, diqqat qilinglar. A hodisa sifatida standart detal deganimiz nima degani? Mana bu 90 tadan bittasini oldim degani. Buni ehtimolligi, demak 90 taqsim, buni ehtimolligi emas, hattoki biz uni olib bo'ldik. O'shaning uchun buni yozib qo'yaylik. 90 tadan bittasi olindi. Bitta standart olindi. A hodisa, ya'ni olinib bo'lindi, A hodisa chiqdi, qarasak standart ekan. Endi bizda 89 ta standart qoldi va 10 ta nostandart qoldi. Endi biz ikkinchi marta B hodisani ehtimolligini topmoqchimiz. B hodisani ehtimolligini topish uchun e'tibor qilinglar. Ikkinchi marotaba olganimiz standart chiqishi uchun, standart detal chiqishi uchun B hodisaning ehtimolligi nimaga teng bo'ladi? 89 tadan bittasini olaman. Pastida esa umumiy hodisalar soni 99 ta. Demak, 99 dan 89 kabi, demak, ko'rinishda, ya'ni 89 taqsim 99 nisbatda, demak, standart detalni olishim mumkin ekan. Agar birinchi urinishda nostandart detal olingan bo'lsa, birinchi detalimiz nostandart bo'lsa, demak,
Nostandart degani 10 tasidan bittasi ketdi degani. Bitta nostandart ketdi degani. Endi bizda 9 ta nostandart va 90 ta standart qoldi. Bunda endi ehtimollik 90 taqsim 99 ga teng bo'ladi. Demak, PB hodisamiz har ikkala holda o'zgaryaptimi? O'zgaryapti. E'tibor beringlar. Mana bunda demak 90 taqsim 99, bunda esa 89 taqsim 99. Ya'ni A hodisamiz qanday bo'lishiga B hodisamiz nima qilyapti? Bog'liq bo'lyapti. A hodisasi demak o'sha standart bo'lsa 89 taqsim 99, A hodisasi nostandart bo'lsa 90 taqsim 99. Ya'ni 89 taqsim 99 bilan 90 taqsim 99 ikkalasi bir-biriga teng emas. Demak, PB hodisa har ikkala holda ikki xil natija qayd etilar ekan. Shunday qilib B hodisaning ro'y berishi ehtimolligi A hodisaning ro'y berishi yoki ro'y bermasligiga bog'liq bo'lar ekan. A va B hodisalar demak bu yerda bog'liq bo'lyapti. Demak, bu yerda biz yuqorida ko'rganimiz birinchi dars edi. Ya'ni hodisalar haqida tushunchalar. Buni 10-sinf nimasini ko'rgan vaqtimda o'sha deylik dars rejasini ko'rgan vaqtimizda bu yerda 3 ta darsda bo'lib berilgan ekan. Siz bu yerda men bitta darsda bu tasodifiy hodisalarni o'tib berdim. Siz imkon qadar 3 ta darsda agar vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, bir 2 ta darsda uzoq 2 ta darsda bo'lib bersangiz bo'ladi. Chunki buni bitta darsda berganimga sabab biz agar tasodifiy hodisalarni demak 3 ta darsda bo'lib beradigan bo'lsak, ehtimollik ta'riflari bor bu yoqda. Ehtimollik ta'riflarni yana 3 ta darsda bo'lib beradigan bo'lsangiz, bu yoqda misollarni ishlay olmay qolamiz. O'shaning uchun demak yuqoridagi tasodifiy hodisalarni eng uzog'i 2 ta darsga bo'lsangiz bo'ladi. Kimlar 10-sinflarga dars o'tadigan bo'lsa, eng uzog'i 2 taga bo'lsangiz bo'ladi. O'shandagina bu tomondagi misollarga vaqtingiz qoladi. Ya'ni siz faqat teoriyani o'tib, undan keyin bironta misolni ko'rib ulgurmasangiz, u demak o'quvchilar bilan ular hech nimaga tushunmay qoladi. Shuning uchun imkon qadar teoriya davomida yoki teoriyani tez-tez o'tib, undan keyin misol va masalalarni mustahkamlab ketganingiz yaxshi bo'lar edi. Xo'p, o'ylaymanki, birinchi dars tushunarli bo'ldi. Ikkinchi darsni boshlaymiz. Mana shu video darsning o'zida ikkinchi darsimiz demak ehtimollik ta'riflari. Endi men ehtimollik ta'riflarini bu yerda berib o'tirmayman. Kirish qismini qildik. Barchasini imkon qadar tushuntirishga harakat qildim. Ya'ni ta'rifni davomida demak tushuntirish. Ta'rifni davomida tushuntirish. Ba'zi bir kerakli bo'lgan, eng kerakli joylarini tushuntirib ketaman va misol va masalalarni ishlaymiz. Ehtimollikning klassik ta'rifi. Klassik ta'rifi asosiy bizga kerakli bo'ladigan. A hodisaning ehtimolligi deb tajribaning bu hodisa ro'y berishiga qulaylik tug'diruvchi, bizga qulaylik tug'diruvchi. O'sha tajribada bor, ya'ni A hodisaning tajribasida bor bo'lgan elementlar soni m'ning tajribaning mumkin bo'lgan barcha elementlar, demak, barcha elementar hodisalar soni n'ga nisbatiga aytiladi va quyidagi ko'rinishda belgilanadi. PA teng m taqsim n. Ehtimollik ta'rifidan quyidagi hodisalar kelib chiqadi. Muqarrar hodisaning ehtimolligiga 1 ga teng, ya'ni P omega. Omega deganimiz bu barcha elementar hodisalar fazosi. O'z ichiga oladi barcha elementar hodisalar fazosini. Masalan, gerb nimani tangani tashlagan vaqtingizda raqam gerb ikkita holat bo'lishini, kubikni tashlagan vaqtingizda 1 dan 6 gacha raqamlar tushishini, domino toshini tashlagan vaqtingizda 1 dan 28 gacha bo'lgan toshlarni tushishini va hokazo. Bularning barchasini, ya'ni omega deganimiz barcha elementar hodisalar fazosini o'z ostiga oladi. Haqiqatdan ham agar hodisa muqarrar bo'lsa, u holda tajribaning har qanday elementar natijasi shu hodisani ro'y berishiga qulaylik tug'diradi. Bu holda m n ga teng bo'ladi. Demak, m taqsim n teng n taqsim n 1 ga teng bo'ladi. Bu yerdagi misollarni o'zingiz ko'rib chiqasiz. Juda ham ajoyib misollar. Tasodifiy hodisaning demak ehtimolligi 0 bilan 1 orasida bo'ladi. Muqarrar hodisaning ehtimolligi 1 ga teng bo'ladi. Demak, mumkin bo'lmagan hodisaning ehtimolligi 0 ga teng bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadiki, istalgan hodisamizning ehtimolligi 0 bilan 1 ning orasida bo'lar ekan. Istalgan hodisaning ehtimolligi 0 bilan 1 ning orasida. U tasodifiy bo'lsa ham, muqarrar bo'lsa ham,
demak, mumkin bo'lmasa ham 0 bilan 1 ning orasida 0 va 1 kiradi. Demak, sizga Abdulla Avloniy testida bitta misol bor edi. Demak, o'sha biron bir hodisaning ehtimolligi 1.43 ga teng bo'lishi mumkinmi degan savol bor edi. Yo'q, mumkin emas, chunki 1 dan oshib keta olmaydi. Yana Abdulla Avloniy testida mana bu misol ham bor edi. 5-misol mana ko'rib olishlaringiz mumkin. Agar biz kitoblarni o'qiydigan bo'lsak, kitoblarni ko'radigan bo'lsak, ba'zi bir misollar u yerda yechib berilgan. 2000 ta lotereya bileti sotilgan. Bunda bitta biletga demak 100 ming so'm, 4 ta biletga 50 ming so'm, 10 ta biletga 20 ming so'm, 20 ta biletga 10 ming so'm, 165 ta biletga 5 ming so'm, 400 ta biletga 1000 so'mdan yutuq chiqishi belgilangan. Qolgan biletlar yutuqsiz. Bitta biletga 10 ming so'mdan kam bo'lmagan yutuq chiqish ehtimolligini toping demoqda. Buni topishingiz uchun nima qilasiz? Buni topishingiz uchun birinchi navbatda 10 mingdan bu yog'ini olasiz. Mana 10 mingdan kattalar 20 ta ekan. Mana 20 ni qo'shdik. 10 mingdan kattalar 10 ta ekan. 10 ni qo'shdik. 10 mingdan kattalar 4 ta ekan. 4 ni qo'shdik mana. 10 mingdan kattalar bitta ekan. Ya'ni 100 ming deganimiz ham 10 mingdan katta. Bitta ekan, 1 ni qo'shdik. Barchasini qo'shdik 35 ta. Jami holatlar 2000 ta. 35 ta demak bizga qulaylik tug'diruvchi holatlar. Demak, bizga qulaylik tug'diruvchi elementar hodisalar soni 35 ta. M teng 35. Jamiki holatlar hodisalar soni 2000 ta. Jamikisi mumkin, mana shu yerda chiqishi mumkin bo'lgan jamiki hodisalar soni 2000 ta. 35 ni 2000 ga bo'lasizlar. Demak, javobimiz 0 butun demak 10 mingdan 175 bo'lar ekan. Xo'p, qolgan misollarni ham mustaqil ravishda ko'ringlar o'zlaringiz. Biz esa mashqlarga o'tdik. Mashqlar. Birinchi mashqimiz, birinchi savolimiz lotereyada demak 1000 ta bilet bor. Ulardan 500 tasi yutuqli, 500 tasi yutuqsiz. Ikkita bilet sotib olindi. Ikkala biletning ham yutuqli bo'lish ehtimolligi qanday degan savol bo'lyapti. Endi e'tibor qilinglar. PA teng ikkita biletni sotib olgan vaqtimda, demak, birinchi bilet, ikkinchi bilet degan narsa yo'q. O'shaning uchun C ga qo'yaman. Nima bo'lsin deyapti? Yutuqli bo'lsin deyapti. 500 tasi yutuqli bo'ladigan bo'lsa, 500 tadan ikkitasini sotib olishim kerak. Va bu o'z-o'zidan kelib chiqmaydi, ehtimollik bilan kelib chiqadi. Ya'ni 1000 ta bilet ichidan ikkitasini yutuqli etib tanlashim kerak bo'ladi. 500 tadan ikkita. Bu bizga qulaylik tug'diruvchi, ya'ni yutuqli biletlar. Yutuqli biletlarni necha xil usulda tanlab olishim mumkin? Bu esa 1000 ta biletdan ikkitasini necha xil usulda tanlab olishim mumkin. Bu demak, jamiki biletdan ikkitasini tanlab olish. S 1000 tadan 2. Buni hisoblasanglar, demak 500 ko'paytirilgan 499 taqsim 1000 ko'paytirilgan 999. Hisoblaymiz, buni bo'lsam 2, 499 taqsim 998. 1998. Demak, javobimiz 499 taqsim 1998 bo'lar ekan. O'ylaymanki, bu misol tushunarli bo'ldi. Keyingi misolga o'tamiz. Keyingi misolimiz tanga 2 marta tashlandi. 2 marta ham gerb tushish ehtimolligini toping. Demak, birinchi tashlagan vaqtimda tangani nimaga teng? Gerb tushish ehtimolligi 1/2 ga teng. Ya'ni 2 marta tashlangan bo'lsa, birinchi marotaba tashlaganim ikkinchiga aloqasi yo'q. Ya'ni bu nima bo'lyapti? Alohida holatlar bo'lyapti. Ya'ni jufti bilan erkli ekan. Juft erkli hodisalar. Bularni demak, ehtimolligini topgan vaqtimizda ikkinchi bor tashlagan vaqtimda uning gerb tomon tushishi yoki gerb tushishi mumkin yoki raqam. Gerb tomon tushishi yana 1/2 ga teng bo'ladi. Bu demak 1/4 ekan. Tushundikmi? Tushunmay qolgan bo'lsak, mana bunday qilamiz. E'tibor qilinglar. Tanga 2 marta tashlangan bo'lsa, ikkala holatda ham gerb tushishi, demak, e'tibor qilinglar. Gerb bizga keragi gerb raqam tushishi mumkin edi, raqam gerb tushishi mumkin edi. Ya'ni birinchisi gerb, ikkinchisi raqam, birinchisi raqam, ikkinchisi gerb va ikkalasi ham raqam tushishi mumkin edi. Jami holatlar nechta? 4 ta. Bizga keragi nechta? Bitta. Demak, PA teng bo'ladi. A hodisaning ehtimolligi 1/4 bo'ladi. Yoki bizga keragi bu yerda demak bitta bo'lyapti. 1 ni demak 4 ga bo'lishni qanday bilamiz? 4 ni qayerdan bilamiz?
PA teng gerb tushishi faqatgina bitta holat. Gerb o'rnlari almashganda ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Demak, bitta holat. Yuqorisini tezda bilsak bo'lar ekan. Pastini qanday bilamiz? Pastini, ya'ni jami holatlarini topish uchun 2 ning necha marta tashlangan bo'lsa, 2 marta tashlangan, ikkinchi darajasi deymiz. Bu demak 1/4. 3 marta tashlansa 1/2 ning kubidir dedik. 5 marta tashlansa 1/2 ning 5-sidir dedik. O'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Bu yerda bular kerak emas. Shunchaki tushuncha sifatida beryapman. 20 ta kitob javon, 20 ta kitob javonlarga tavakkalga taxlandi. 20 ta kitobdan aniq 5 tasining yonma-yon turish A hodisasini ehtimolligini toping deyapti. A1, A2, A3, demak A4, A5, A6 va hokazo A20. 20 ta kitob bor. Endi bu 20 ta kitobdan demak bizga aniq 5 tasi nima bo'lishi kerak? Yonma-yon bo'lishi kerak. Aniq 5 tasi yonma-yon bo'lishi uchun mana shularning barchasini qandaydir bir M1 deyman. U holda mana bu A6 dan A20 gacha yana turadi. A6, A7 va hokazo A20 gacha. Jami bu yerda nechta? Bu tomonda 15 ta edi, 6 dan 20 gacha 15 ta, M1 bilan 16 ta. 16 ta kitob. Ya'ni 16 juft tanladik. 16 juftni o'zaro o'rin almashishlar soni nechta bo'ladi? 16 juftni o'zaro o'rin almashishlari bundan oldingi video darslarimizda biz 7-sinf kombinatorika darsligini o'tgandik. U yerda biz bilamizki, 16 ta element bo'ladigan bo'lsa, 16 ta elementni o'zaro o'rinlarini almashishi 16 faktorial bo'ladi. Bizga qulaylik tug'diruvchi elementar hodisalar sonini topishga harakat qilyapmiz. 16 faktorial. Va mana bu 5 tasini ham o'zaro o'rinlarini almashtirishim mumkin edi, 5 faktorial. Buni ham demak ko'paytirib qo'yaman. Demak, 5 faktorial ko'paytirilgan 16 faktorial bu bizga qulaylik tug'diruvchi elementar hodisalar soni. A hodisaning ehtimolligini topishga harakat qilamiz. 5 faktorial ko'paytirilgan 16 faktorial taqsim jamiki hodisalar soni, bu yerda elementar hodisalar soni 20 ta kitobni o'zaro o'rin almashishlari soni 20 faktorial bo'ladi. Buni hisoblasak demak javobimiz 16 faktorial bilan 20 faktorial qisqarib pastda 17, 18, 19, 20 qoladi. Yuqorida demak nima qoladi? 1, 2, 3, 4, 5 qoladi. 5 bilan 4 qisqardi 20 bilan. Hop, 6 qisqardi 18 bilan. Bu yerda 3. Demak, buni hisoblasak 1/3 3 ni 19 ga ko'paytirsam 57, 57 ko'paytirilgan 17. Hop, buni ham ko'paytiradigan bo'lsanglar, demak 57 ni 17 ga ko'paytiradigan bo'lsanglar, hop, necha chiqadi? Demak 57 ni 17 ga ko'paytirib qo'yasizlar. Xo'p, bu yerda hisoblab o'tirmaylik. 17 ni 57 ga ko'paytirib qo'yasizlar va javobni yozasizlar. Oddiy hisob kitob bo'lgani uchun tashlab ketdik. Ya'ni bu yerga yozishga joy ham yo'q edi. 4-misolimiz, ikkita shoshqol tosh tashlanganda, ularning yoqlarida chiqqan ochkolar yig'indisi juft son. Shu bilan birga tashlangan soqqalarning kamida bittasi har doim 6 ochko chiqish ehtimoli, tushish ehtimolini toping deyapti. Ularning yoqlarida chiqqan ochkolar yig'indisi. Demak, yig'indi nima bo'lishi kerak? Ya'ni A plus B yig'indimiz 6 bo'lishi kerak. Yig'indimiz juft bo'lishi kerak. Va o'shalardan bittasi demak A yoki B 6 ga teng bo'lishi kerak. U holda 6 bilan 2, 6 bilan 4. Demak 6 bilan 6 yoki birinchisi, ikkinchisi 6 bo'lsin, 2 bilan 6, 4 bilan 6. 6 bilan 6 ni olib o'tirmayman. Demak, jami bizga qulaylik tug'diruvchi elementar hodisalar soni nechta ekan? Bu yerda 2 ta, bu yerda demak 3 ta, jami demak 5 ta ekan. M teng nima? 5 bo'lar ekan. N nimaga teng? N deganimizni hisoblash uchun ikkita shoshqol toshi tashlanganda, shoshqol toshida nechta tomon bor? 6 ta tomon bor. Nechtasi tashlangan? 2 tasi tashlangan. Jami elementar hodisalar soni demak 6 ning kvadrati 36 ta bo'lar ekan. Demak, javobimiz PA teng bo'ladi 5 taqsim 5 bu qulaylik tug'diruvchi,
36 barcha elementar hodisalar soni. 5 taqsim 36 bo'lar ekan. Ikkita shoshqol tosh tashlanganda ularning yoqlarida chiqqan ochkolar yig'indisi 5 ga, ko'paytmasi 4 ga teng bo'lishi. 1 bilan 4, 4 bilan 1. Demak, ikkita bo'lar ekan. 2 taqsim ikkita shoshqol tosh tashlandi 6 ning kvadrati. PA teng. Bundan demak 2 taqsim 36, bundan 1 taqsim 18 ekanligi kelib chiqadi. O'ylaymanki 5-savol ham tushunarli bo'ldi. 6-savolimiz ikkita shoshqol tosh tashlangan bo'lib, ularning yoqlarida chiqqan ochkolar yig'indisi 7 ga teng. 1 bilan 6. Demak, teskarisi ham bor, 6 bilan 1. 2 bilan 5, 5 bilan 2. 3 bilan 4, 4 bilan 3. Yana bormi? Yo'q. Jami demak 6 ta. Bizga qulaylik tug'diruvchi elementar hodisalar soni. Demak, PA teng bo'ladi 6 taqsim ikkita shoshqol tosh degani uchun 6 ning kvadrati, bu demak biz qisqarib 1 taqsim 6 ga teng bo'lar ekan. O'ylaymanki 6-savol ham tushunarli bo'ldi. Keyingi misolga o'tdik. 7-chi, raqamlari har xil ikki xonali son o'ylangan, o'ylangan son tasodifan aytilgan ikki xonali son bo'lish ehtimolini toping. Ikki xonali, tasodifiy ikki xonali sonni o'ylasangiz, masalan 17 ni o'yladingiz. Bundan boshqa ikki xonali son yo'q. Ya'ni siz o'ylagan ikki xonali, ya'ni 17 ga teng bo'lgan boshqa bir son yo'q. Demak, bizga qulaylik tug'diruvchi, demak, hodisalar soni, elementar hodisalar soni nechta ekan? N teng bitta. Ya'ni ikki xonali biron bitta sonni o'yladingiz. 23 ni o'yladingiz yoki 47 ni o'yladingiz. Biron bir bittasini o'ylaysiz. Bitta son o'ylangan. Tushundingmi? Demak, o'ylangan son bittagina bo'ladi. Bizga qulaylik tug'diruvchi kimlardir adashib ketadi. Yuqorisiga demak o'sha 9 ko'paytirilgan 8 ni yozib, pastiga 9 ko'paytirilgan 10 ni yozib, yo'q. Adashmanglar, bittasini yozasizlar. Siz o'ylagan soningiz 72 ta bo'lmaydi-yu. Biron bir sonni o'yladim, top. 72 ta sondan bittasi deyish bu noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni biron bir sonni o'yladingizmi, bittagina sonni o'yladingiz. 13 nimi, 27 mi, 47 mi, bittagina sonni o'yladingiz. Bizga qulaylik tug'diruvchi elementar hodisalar soni bitta. Endi o'ylangan son raqamlari har xil ikki xonali son deyapti. Va ikki xonali son bo'lsa, birinchi xonaga 0 qo'ya olmaymiz. 0 mumkin emas. 9 ta imkoniyat bor. 9 ta imkoniyat bor ekan birinchi xonaga. Ikkinchi xonaga yana 9 ta imkoniyat bor desam hamma ishonadimi? 9 ta imkoniyat bor albatta. Nima uchun? Birinchi xonaga masalan 3 ni qo'ydingiz. Ikkinchi xonaga 3 ni qo'ya olmaysiz, lekin 0 dan tortib, demak 9 gacha bo'lgan 3 dan boshqa ixtiyoriy raqamni qo'yishingiz mumkin. Demak, ikkinchi xonaga 9 ta imkoniyatingiz bor. Demak, bu 1 taqsim 81 ga teng bo'lar ekan. Birinchi xonaga 0 ni qo'ya olmaysiz, ikkinchi xonaga birinchiga qo'ygan raqamingizni qo'ya olmaysiz. Birinchiga 5 ni qo'ygan bo'lsangiz, ikkinchi xonaga 5 raqamini qo'ya olmaysiz, lekin 5 dan tashqari ixtiyoriy raqamni qo'yishingiz mumkin. Nima uchun 5 raqamni qo'ya olmaysiz? Chunki raqamlari har xil degani uchun. Tushundingmi? Demak, javobimiz 1 taqsim 81 ga teng bo'lar ekan. Keyingi misolimiz, qutida 10 ta shar bor, 7 ta qora va 3 ta oq. Qutidan tasodifiy ravishda bir shar olindi. Bu shar oq, qora shar bo'lish ehtimolligini toping. A hodisamiz demak oq shar. Oq shar chiqish ehtimolligi, demak PA teng bo'ladi. Oq shar chiqish ehtimolligi 10 ta shar bor, 7 ta qora va 3 ta oq. 3 tadan bittasi chiqsa bo'ldi. 3 taqsim 10. Yoki buni S 3 tadan 1 taqsim S 10 tadan 1 desangiz ham bo'ladi. Chunki ikkita shar olindi, ikkitasi ham oq bo'ldi desa, mana bu yerga 2 ni yozib qo'yasiz. Tushunarli? Demak, buning javobi demak 0.3 ga teng bo'lar ekan. B. Demak B ni ishlaydigan bo'lsak, PB hodisaning ehtimolligiga teng bo'ladi. 7 ta qora shar bor. Qora chiqish ehtimolligi 7 taqsim 10, ya'ni 0.7 ga teng bo'ladi. Oq yoki qora shar chiqish ehtimolligi 0.3 ga 0.7 ni qo'shasiz, 1 ga teng bo'ladi. 9-misol, mana e'tibor qilinglar, boyaga aytgan misolim. Daftar so'zidan tasodifiy ravishda bitta harf tanlandi. Bu U harfi bo'lish ehtimolligi nimaga teng? Ya'ni A mana bu yerdagini ishlaydigan bo'lsak, U harfi bu yerda yo'q. U harfi nechta? 0 ta. 0 ta, 6 tadan 0 ta, bu demak ehtimolligimiz
0 ga teng ekan. P A ehtimolligi. Ikkinchi B sharti, mana bu shart. Bu o'nli harf bo'lish ehtimolligini toping. P B deylik mayli buni. O'nli harflar A'lar bor, ikkita. 2 taqsim demak 6. Javobimiz demak 1 taqsim 3. Keyingi savolga o'tamiz. 10 ta. 10-savolimiz. Bir xaltada 5 ta ko'k va 3 ta qizil shar bor. Qaytarib qo'ymaslik sharti bilan ketma-ket olingan ikkita sharning biri ko'k, ikkinchisi qizil bo'lish ehtimolligi, demak, ehtimolligi qancha degan savol bo'lyapti. Biri ko'k, ikkinchisini qizil bo'lish ehtimolligini topishimiz kerak ekan. Demak, P A teng bo'ladi. Birinchisi ko'k bo'lsin, ikkinchisi qizil bo'lsin. Qo'ymaslik sharti bilan ikkita shar olindi. Hop, ko'k chiqadigan bo'lsa, bittasi ko'k chiqsin. 5 tadan demak bitta ko'paytirilgan, 3 tadan bitta. Pastida esa demak S 8 tadan 2 ta. Buni hisoblaydigan bo'lsak 15 taqsim 28 bo'ladi. Ikkinchi bir holatda hisoblaylik. Boshqacha usuldan hisoblaymiz. Biri ko'k, ikkinchisi qizil deyapti. Ya'ni birinchisi ko'k, ikkinchisi qizil emas. Biri ko'k, ikkinchisi qizil. Ya'ni bu degani nima degani? P A hodisaning ehtimolligi. Birinchi olgan sharim ko'k chiqsin. 5 taqsim 8 ko'paytirilgan. Ikkinchi olgan sharim demak qizil chiqsin. 3 taqsim demak nima bo'ladi? 7 bo'ladi. Plus birinchi olgan sharim ko'k chiqsin. 3 taqsim 8, bitta sharni oldim, qaytarib qo'ymayapman. Ikkinchi olgan sharim nima bo'lsin? Ko'k chiqsin. 5 taqsim 7. Ya'ni qaytarib qo'ymaganim uchun mana bu yerda taqsimda 7 bo'lyapti. 8 ni 7 ga ko'paytirsam 56 bo'ladi. 2 ko'paytirilgan 15 taqsim 56. 2 bilan 56 qisqarsa 15 taqsim 28 ga teng bo'ladi. Bu esa ikkinchi bir usul bo'lsin. Xohlasangiz birinchi usuldan foydalaning. Xohlasangiz ikkinchi usuldan foydalaning. 15 taqsim 28 bo'lar ekan javobimiz. Keyingi misol. 3 ta o'g'il bola va 3 ta qiz bola ixtiyoriy ravishda demak bir qatorga o'tirishdi. O'g'il bolalarning yonma-yon, qiz bolalarning yonma-yon o'tirishlari ehtimolligini topishimiz kerak ekan. O'g'il bolalar yonma-yon o'tirsa, bu 3 ta o'g'il bolani bitta deb tasavvur qilaman. 3 tasini bironta A bilan, 3 ta qizni bironta B bilan nima qilaman? Belgilab olaman. U holda A va B ni o'rin almashishi 2 faktorial bo'ladi. O'g'il bolalarni o'zaro o'rin almashishi 3 ta o'g'il bola, Ali va Sali o'zaro o'rin almashsa 3 faktorial bo'ladi. Qiz bolalarni o'zaro o'rin almashsa 3 faktorial bo'ladi. Yana bu demak m ga teng. N nimaga teng? N deganimiz bu 6 faktorialga teng. Umumiy holatda o'rin almashtirishlar soni P A teng bo'lar ekan 2 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial taqsim 6 faktorial. Bundan demak 2 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 taqsim 1 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 6. 1 2 3 1 2 3 ketdi, 1 2 3 6 ketdi, 2 bilan 4 ketdi. Demak javobimiz 1 taqsim 10 bo'lar ekan. 11-savol ham demak o'z nihoyasiga yetdi. 12-savol. Bir savatdagi 12 ta tuxumdan faqat 4 tasi oq rangda, ixtiyoriy ravishda olingan 3 ta tuxumning uchalasi ham oq rangda bo'lmasligi ehtimolligini toping deyapti. E'tibor qiling. Uchalasi ham oq rangda bo'lmasin. Ikkitasi qora, bittasi oq bo'lsa ham bo'ladi, bittasi oq, ikkitasi qora bo'lsa ham bo'ladi, ikkitasi oq, bittasi qora bo'lsa ham bo'ladi. Xullas, uchalasi ham oq bo'lmasa bo'ldi. Biz ehtimollikning, ya'ni muqarrar hodisaning ehtimolligi 1 dan P A teng 1 dan ayirib tashlaymiz. Uchalasi ham oq rangda bo'lmasligi deyapti. O'shaning uchun uchalasi ham oq rangda bo'lsin deymiz, o'shani 1 dan ayirib tashlaymiz. Uchalasi ham oq rangda bo'lsin. Demak, bu S 4 dan 3 ta taqsim S 12 dan 3 ta. Buni hisoblasak 1 minus 4 taqsim. Hop, 4 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 taqsim 12 ko'paytirilgan 11 ko'paytirilgan 10 bo'ladi. 12 bilan mana bu yerda 12, 2 bilan mana bu yerda 10 qisqarib bu yerda 5 qoladi. Buni hisoblasak 1 minus 1 taqsim 55 bo'ladi. Buni hisoblasak demak 54 taqsim 55 kelar ekan. Demak, har doim
biz misolni to'g'ridan to'g'ri kelmas ekanmiz. Ba'zi bir holatlarda teskaridan kelgan misolni yechish uchun ma'qulroq, qulayroq va osonroq usul bo'ladi. Uchtasi ham oq rangda bo'lmasligi deyapti. O'shaning uchun biz nima qildik? Uchalasi ham oq rangda bo'lsin dedik-ku, birdan shuni ayirib tashladik. Bo'lmasin degan savolda bo'lsin deb ishladik-ku, birdan ayirib tashladik. Mana shunday holatdagi misollarni ham ishlashni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda endi ehtimollikning statistik ta'rifi bor. Buni demak ko'rib olasiz. Bu yerda faqatgina quruq gap. Bu yerda albatta bitta ikkita ta'rif bor. Ularni bilib olishingiz kerak bo'ladi. Ehtimollikning statistik ta'rifini. Hodisaning demak nisbiy chastotasi ta'rifi berilgan. Ularni demak bilib olasiz va o'rgatasiz. Biz esa misollarni ishlashni demak imkon qadar mana bu yerda o'rganamiz. Texnik nazorat bo'limi tasodifan ajratib olingan 100 ta kitobdan iborat partiyada 5 ta yaroqsiz kitob topdi. Yaroqsiz kitoblar chiqishning demak nisbiy chastotasini toping deyapti. W harfi bilan belgilanadi nisbiy chastota. A hodisaning demak nisbiy chastotasi, ya'ni 5 ta yaroqsiz kitob topdi. Yaroqsiz kitoblar chiqishi ehtimolligi, ya'ni nisbiy chastotasi 5 taqsim 100 ga teng bo'ladi. Bu demak 0.05 ga teng bo'lar ekan. Nishonga 20 ta o'q uzilganda, shundan 18 tasi nishonga tekkani qayd qilindi. Nishonga tegishning nisbiy chastotasini toping. Ya'ni bu yerda bunday holat bo'ladi. 20 ta o'q uzildi, 18 tasi tegdi. Ya'ni allaqachon bu hodisa ro'y berib bo'lgan. Endi biz o'sha ro'y berib bo'lgan hodisaning nisbiy chastotasini topamiz. Ya'ni tekkanini nisbiy chastotasi, tegmaganini nisbiy chastotasi. Ya'ni biz o'sha nishonga olgan vaqtimizni, o'sha merganning nimasini, nishonga ota olish nimasini ehtimolligini topamiz. WA teng bo'ladi. 18 tasi teggan bo'lsa 18 taqsim 20 tadan 18 tasi teggan, demak buning nisbiy chastotasi 0.9 ga teng bo'ladi. Bu endi yetarlicha oson. Buyumlar partiyasini sinashda yaroqli buyumlar nisbiy chastotasi 0.9 ga teng bo'ldi. Agarda hammasi bo'lib 200 ta buyum tekshirilgan bo'lsa, yaroqli buyumlar sonini toping. WA, endi bu yerda yaroqli buyumlar berilmagan. Demak 200 ta nima berilgan? O'sha jami 200 ta buyum, tekshirilgan buyumlar soni berilgan. Demak, n'ning o'rniga 200 ni qo'yamiz. 0.9 bu WA nisbiy chastota. 200 ni mana bu yerga qo'yamiz, n'ni bu yerga qo'yamiz. Shu yerdan demak n'ni topsak, shuni o'zi kifoya. 180 ta bo'lar ekan. 180 tasi demak yaroqli. 180 tasi yaroqli, demak 20 tasi yaroqsiz ekan. 4-misol, bir shaharda 920 ta odam, demak odamdan ishga qanday yetib borishlarini so'rashganda, ularning 350 tasi mashinada, 420 tasi jamoat transportida, 80 tasi velosipedda, 70 tasi piyoda borishlari ma'lum bo'ldi. Mashinada boradiganlarni, mana shu yerdagilarni demak nimasini nisbiy chastotasini topishimiz kerak ekan. Mashinada boradiganlar, mashinada nechtasi boradi? 350 tasi mashinada bo'ladi. Demak WA birinchisi uchun 350 taqsim 920. Bu demak 35 taqsim 92 ga teng bo'ladi. Ikkinchisi WA teng bo'ladi. Xo'p, 420 taqsim 920. Bundan demak ikkala nolni qisqartirib yuborsam va uni 2 ga bo'lsam 21 taqsim 46 ga teng bo'lar ekan. Uchinchisi WA velosipedda boradiganlar nechta? 80 tasi velosipedda. 80 taqsim 920. Bundan demak bu ikkalasi qisqaradi. Yana 2 ga hattoki 4 ga bo'lsam bo'ladi. 4 ga bo'ladigan bo'lsam 23 bo'ladi. Mana bu 23 dan demak 2 ga teng bo'lar ekan. 2 taqsim 23 bo'lyapti. Keyingisi 4-inchisi demak piyoda boruvchilar 70 taqsim WA ni yozaylik. Bu teng 70 taqsim 920. Bu demak 7 taqsim 92 ga teng bo'lar ekan. O'ylaymanki 4-savol ham tushunarli bo'ldi. 5-savolga o'tdik. Jadvalning oxirgi ustunini to'ldiring demoqda. 5-savolimiz. Birinchisi bu tartib raqamlar. E'tibor qilinglar. Bular tartib raqam. Boshqa bir rangda yozaylik. Mana.
Bular tartib raqam. Tanga tashlash. Birinchi tajribamiz demak tanga tashlash ekan. 150 marta, tajribalar soni 150 marta tanga tashlangan. Raqamli tomon tushishi 78 marta demak raqamli tomon tushgan. A hodisaning chastotasi. Demak, nisbiy chastotasini topishimiz kerak. A hodisaning nisbiy chastotasi. Demak, 78 taqsim 150. Ya'ni bu 39 taqsim 75 ga teng bo'lyapti. Keyingisi, hattoki buni 3 ga ham bo'lsak bo'ladi. 3 ga bo'lsak yuqorisi 13 bo'ladi, pastni 25 bo'ladi. Keyingisi 200 ta tajribalar soni. Sportchi kamondan nishonga otyapti. 200 marta otgan, nishonga tegishi 182 marta tushgan bo'lsa, teggan bo'lsa 182 taqsim 200. Buni hisoblab qo'yasizlar. Demak, 91 taqsim 100 ga teng bo'lar ekan yoki 0.91 ga teng bo'ladi. O'yin kubog'i tashlanyapti. 400 marta tashlangan, 4 marta tushishi, 4 tushishi, 4 ochko tushishi, 67 marta 4 ochko tushgan ekan. Buni nisbiy chastotasini mustaqil ravishda o'zingiz hisoblab qo'yasiz. O'ylaymanki, bu yerdagi savollarning barcha sizlarga tushunarli bo'ldi. Demak, keyingi video darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'ylaymanki, bu yerdagi barcha misollar sizlarga tushunarli, manzur keldi degan umiddaman. Biron bir kamchiliklar hisoblashlarda yoki biron bir joylarda kamchiliklar ketgan bo'lsa, albatta guruhlarda yozishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi video darslarimizda, keyingi 10-sinfni 2-video darsida ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.